dunyoga baxt, xo'shallik, muhabbatli ko'zing bilan qarasang, u xuddi vafodor Nozininga o'xshash jilvilanib, baxtni suyimli ko'rinadi. Biroq baxtsizning azobli ko'zida qarasang, u baxtni tor, razil, rahimsiz qotildek qo'rqinchli ko'rinadi. Hayot odamni har xil qo'ylarga soldi. U o'zining birda g'oyib bo'lib, birda paydo bo'ladigan xo'shalligi, dard alimi bilan odamni chiniqtirdi. Yoki holidan ketkizib, boqiy olamda armon bilan safar qilg'izdi. Ahmadjonning qabrisi qayerda qizim? Az qoldi. Oldimizdalar. Shu qabr shumi? Hikmet, yaxshitirdimmi? Men seni yo'qlab keldim. Yo'q, sen ölmedin. Sen bir hayat. Sen ölmeysen. Sen ölmedin Hikmet. Hikmet, biz derhan güllerini yana birisi üzüp de bu çıkım hiç göremezsin kılan işi. Şundak mı da? Ha? Hikmet, neymiş kılan gep kımaysan? Gep kısanca Hikmet. Hikmet, gep kısanca Hikmet. Ben senin nakşe etkanlığın tanrı. Bir minut mu yenimden ayrılanım yok. Sen bana, beni yalnız taşlamayma. Hikmet, gep kıla. Sen beni yalnız taşlamayman, ayrılmayınız degen bu. Gep kısanca Hikmet. Neymiş ki bana gep kılmaysan? Gep kıla, gep kıla Hikmet. Yok, sen hayat, sen de ölmedin. Hikmet, sen hayat, işenmeymen. Senin ölgünü işenmeymen, sen de hayat. Neymiş ki bana gep kılmaysan?
Gap qilsangchi Hikmat, gap qilsangchi. Osh qayeri shumi? Ha. Yenida bir ayol turamdi nima? Ah xudo, Lola o'xshamamdi. Qizim, mashayi qo'yibsizlar-da. Qabristonliq u yoqda tursa, bu yoqqa qo'yibsizlar qizim. Bu butunlay Hikmatning arzisi bo'yicha bo'ldi. O kimdi o qizim? Men sizga keyin tushuntiray. Ben geldim oğlum. Dada. Oğlum. Ben seni yoklap geldim oğlum. Oğlum. Vaksız gidip kaldım oğlum. Canım oğlum. Sen de yaşadın oğlum. Oğlum. Boğazınızda bir seyir. Bismillahirrahmanirrahim. Dada, bulduk. Dada. Yüzünüzü tutayım. Bulduk. Ahmetcan. Oh. Kızım, Hikmet'le bir bütün geçirmişlerden haberiniz var mı? Asli Hikmet, bana şu bağırırken sahrada toğulup, ak üstten boyuda oynap çoğu boğanken, ailesi de, ata-anası, sınlısı, tücca, behmi inan, hoşal horan yaşaydı ki. Koza, kündü sunmaydı, günü de diyendek, bir kıtımlık ot apti, olanın bəxtlik ailesini veydan kıptı.
O't apti dedingizmi? Shundoq. Asli Hikmatning dadisi Nur Muhammad yezilik oshliq idorasining to'qchisi bo'lib, bir qitimliq to'kni xato ulash tufayli o't apti paydo bo'lib, ular nurg'un iqtisodiy davlat yuklanibdi. Nur Muhammad akam xizmatdan haydalib, 2 yillik turma hayotini boshdan kechiribdi. Aşı qitimliq zo'r vaqa Nur Muhammadni butunlay boshqacha odam qilib o'zgartirdi. Turmadan chiqqandan keyin harakati hadidan ziyoda berilib, rahimsiz jidalxo'r odamga aylanib qoldi. Hikmat onasining yordamida o'qishini davomlashtirib, to'lg'ordan oxirgi yilga chiqqandan hala bilan muhabbatlashibdi. Hey balla, yürünglar, tamakni bizning uyda yeyli. Hey, bo'ldilar. Bizning uyga borayli. Apam nima aytib o'tdi? Hikmat, sen borsang, Lalam boradi. Bizning uyga borayli. Ya, hey, bo'ldi. Voy, bo'ldi. Ben baramayman. Uyda apamning mijozi yo'q. Uning ustiga dadamning uyida yo'q. Shunga uyga qaytinsam bo'lmaydi. Hikmat, apang og'rib qolgan edi. Nima burunroq demaysan? Seni avvar qilmay deb sana demegandim. Yura, undaq bo'lsa uyingga berib, sana tamoq etib beray. Bo'lamdi? Bo'ldi. Uyda singlim bor emasmi? Singlim tamoq etib berdi. Surat, nima qilamsa? Ha? Xo'sh. Qo'shamsa. Xo'sh. Yura Lala, mayli. O qizg'anchoq. May. Apa, qandaqroq pek og'rib ketyapamdi. Qaynoq su qo'yib beray. Do'ringizni ichib olamsiz ya. Mana. Bo'ldi qizim. Og'riq boyamqidan xeyli qo'yib berdi. Qizim, akangning keladigan vaqti bo'lib qoldi. Choyga o't yoqib qo'y. Qo'sug'inglarni ichib qolgandi qizim. Apa, uyda nonmi, unmi tugabdi. Qanday qilamiz? Dadang degan haraqkash mushu kunlarda naladim yuriydi qanda. Deymizmi, dadamning biz bilan nimandaq kari yo'q. Haraq bizdami muhimmi? O gaplarni qilma qizim. Ashu qitimliq o't aptidan keyin u mushundoq bo'lib qoldi. Bo'ldi qizim. Yoshlarimni surtvat. Akang ko'rib qolmisan. Kegizning qetida doktorxonaga ko'rinib oshqan 10 uyam bor edi. Sen chiqib non akirgin. Apa, siz tunugin doktorxonaga ko'ringan pulni nerdan topgandingiz? Ya dadam bu uyga bir tiyinmi pul akirmagan tursa? Akangni oliy maktabga menib qolsa, ishlatamiz deb 2-3 yildan buyon aran 200 yam pul yig'gan edim. Kesilimni davoltaman deb shu pulni tugdi qizim. Bo'ldi qiling apa, ko'nglingizni bozma. Sizga yaxshi qoladigan ish bo'lsa, pul degan tepiladi. Tez bo'l qizim. Ma'qul apa. Tez. Pulni ilib mana kiray. Ay, nerede? Topdimmi qizim? Pul? Nerede pul o? Dada, bu degan apamni davolatish uchun qo'lim qo'shiladi. Qarz olgan pul. Akela pulni. Dada. Pulni akela. Pulni mana akela. Yo'q, bu degan pulni akela. qo'shiladi. Qarz olgan pul. Apam og'riqmi?
Apa ağrıqvası özü ağırıp özü saqıydı. Dadisi. Dadisi Opamı qaytırıp berang dada. Mana. Akilang dada. Pulni berang. Opa! qilamiz. Dadamni qanday qilamiz? Apa? Aka, canım Ne oldu aka. sana? Ha? Ne oldu? Dadam kelib Nima bizni yig'laysizlar, urib, ha? Paxtaxonadan oshgan pulni ilib yana aroq ishga chiqib ketdi. Bo'ldi, yig'lamaysan, Yeydigan hech narsa yo'q. Apa, qandaqroq ahvoling? Xil yaxshi bo'lib qolibsanmi? Xeli yaxshi bolam. Aka, opam dadamning putiga esilib edi. Dadam birini tepib opamni yotqizib qo'ydi. Canım apa. Sen bizim cephayimizni kichkimizdan tatding. Dadamning javrisiga chidab ta hozirgacha yemay, ichmay meni o'qityapsan. Oxiri bu hasrat alamlar oilaning eg'ir yuki seni holsizlantirib kasal qilib yiqitdi apa. Endi men cho'ng oldim. Ailening yukini yana sening ko'tarishiga yo'l qo'ya olmayman. Endi mening sizlarnimi, o'zimni qiynab o'qig'im yo'q. Endi men pul topaman. Yo'q o'g'lim, undaq dema. Sen o'qimasang bo'lmaydi. O'qimayman degan gapni qilg'uchi Yo'q bo'lma. apa, yo'q. O'qimasang bo'lmaydi o'g'lim. Yo'q apa, men endi kichik bola emas. Seni o'qitaman. Sen o'qimasang. Oilamiz bundoq ayg'irchilik tursa, men qandoqmi xotirjam o'qiy. Uning ustiga oliy maktabga o'tgan taqdirdimi? Uningga nurg'un pul kerak. Canım bolam. Endi seni qiynig'im yo'q apa. Men o'qimayman. Men sizlarni bu eg'ir qiyinchilikdan qutuldirman apa. Dadamnimi halokatdan yondirib kelaman apa. Apa o'g'lim. Aka! Mening aqlli o'g'lim. Xudoyim baxtini bera o'g'lim. Pul. Pul. Qavalkan gibi. Otanağlı ha? Kila Nurika. Qo'lingni yaltigish bilan qapoqli kamda. Bo'lmasa Uyg'urlarning ichidan chiqqan jigi bo'lading, ha? Çıkma. Qanday holing? O'tir. Qishabga arqingda. Gap yo'g'on-ku Nurika. Banki bo'lmagansan, ha? Fukami banki bulmadım ama öyle xotinni bildim da. Gap qarasang deb qo'yayman. Xotin deganichi ashi uskindi bir urib turmasam, gazgiga meni deyman. Xotin kelganga meni vaqtida hamsa. Qani ishtoq. Mush yerdan bo'ladi-da Nurika, ha? Ajoyib ishsan-da. Yaxshi. Ketdim ben. Ketdim ben.
Ketdik. Chiqib ketdik. Men kim? Meni bu dunyodagi eng yaxshi ko'radigan odamim. Undaqda ismim nima? Tong saharda bulbul sayrganda echilgan lola. Hikmat, nimandaq gapga ustib ketding, ha? Meni kechikib qoldi deb, men xafa qilmayotgansan? Yo'q, men Nim bo'lding, Hikmat? Ajab g'amgin ko'rinsan. Nim bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Men degina, Hikmat. Mening oilamni obdan bilasan, Lola. Dadam shu qitimliq voqeadan keyin butunlay o'zgarib, haroqqa berilib ketdi. Dadamga qarab, opamga kasalchan bo'lib qoldi. Bundaq sharoitda mening o'qishni davomlashtirishim mumkin emas o'xshaydi. Opam dadamning jafosini, bizning eg'irchiligimizni yakkuch topdi. Men hozir dadamning qilib yurgan ishlarini jirgansammi? Biroq u yanada mening dadam. Men endi maktabda o'qimaymikin deyapman. Nima? Imtihon berdiganga oz qolganda bunday qilsam, oliy maktab o'tgan taqdirdami o'qish uchun nurg'un pul kerak. Mening oilamning ahvoli bundoq tursa, bir amal tepilib qolar, Hikmat. Bo'ldi. Opam sag'irib yana nalaga bordi. Men bir o'g'il bola. Endi opamni sag'irtirgan ishni hargiz qilmayman. Dadamning hozir uy bilan kari yo'q. Bir ish bo'lsa, meni pul topmadan deb urdi. Opamni dumbalaydi. Shuni men tanlagan bu yo'l shu ishlarni bir taraf qilishning eng to'g'ri usuli deb o'ylayman. Meni qo'llashingni umid qilaman, Lola. Hikmat, pul topaman deb meni tashlab yiroqlarga ketib qolmasan-a? Hijron muhabbatni tavlaydigan o't. Nagil ketay yuragimda sen bor, Lola. Shundoq.
bir-birimizga sodiq bo'lib, muhabbatni qadrlasakla, yengilib bo'lmaydigan mushkulat yo'q. Shundoq. Naqsh etibdagina Hikmat. Naqshingni bakmi anglag'im keldi. Haras Hikmat, menga beg'ishlab naqsh ijod qilaman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman, Lola. Men cho'qim bir kuni senga beg'ishlab naqsh ijod qilaman. Bu naqshini ikkimizning to'yida aytib beraman. Ulug' Allah, shu kunlarga tezroq yetkazgay ilohim. Tinchlikmi Gulsimada? Voy, keling. Tashtiribsiz, uy tinchlik. Yaxshi. Opam ansirab qolmasin. Men ketay. Ketamsa? Seningdan faqat ayrilg'im yo'q, Lola. Menmi shu Hikmat? Shundoq qilib maktabga bormaydigan bo'ldingmi? Voy, sana dedim bu. Yana bir obdanroq o'ylanib boqqin. Men ketay. Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Jim bilangizni berib turamdikin deb kirgan edi. Shundaqdimi, birdam o'ltirmamsiz? Bo'ldi, rahmat. Gulsimada Lola u ko'rmaydi-ku. Takror qilaman deb boqib chiqib ketib edi. Lola aqlli ham chiroyli qiz bo'ldi. Diqqat qilmasangiz bo'lmaydi, Jamo. Voy, nimaga? Qizingizning yigit tanlashiga bo'lmamdi. Voy, ular texi o'quvchi tursa, qaraganda Lolaning ishlarini bilmaydi ekansiz-da, ha? Neymiş? Lolachi hili qaraqkesh Zaboy Nur Muhammadning o'g'li Hikmat bilan ob'ekt demiş. Ular maktabdan ayrilmay birlashar ekan. Astagfirullah. Biz bu ishni anglab hayron qoldik-da, ha? Lola ularning xili bo'lsa, u Guharni toshga urgandek ish bo'lmamdi. Lola baq kitob o'qig'i chiqib ketmadi. O'sha haraqkashning bolasi bilan ko'rishga chiqib ketdi-da, ha? Voy, shu ishlarni qilib yuribdimi? Gulsimada Lolani obdaroq boshqarib qo'yingchi-mi? Zeynabada, qanaqa ahvolingiz? Lola, tinchlikmi qizim? O'tir. Rahmat, bo'ldi, men chiqay. Gulsimda Jimbilni olib beramsiz. Tomoq yeb chiqsangiz bo'lmamdi. Rahmat, bo'ldi. Tomoq yegil ayrim kirma. Kirasiz amsa, juma. Ma'qul. Xo'sh amsa, Gulsimada. Ma'qul amsa, xo'sh. Opa, nim bo'lding? Mijozing yo'qmi, opa?
Zoda men bo'lding, oppa. Gap bo'z demamsan, odamning ichini siqmay. Tosini. Hey. Meni mahallada yoshi qilib qo'yamsan, qo'ymamsan, ha? Men seni deb qanchalik jafolarni tatmadim. Dadang rahmatlining yo'qligini chondirmaslik uchun men nimalarni qilmadim? Bugun kunga kelganda sening men qaytirdigan javobing mushi bo'ldimi endi? Oppa. Men zoda nemishni xato qildim demamsan. Hozir nega odam? Bog'da takror qildim. Hey, kim bilan? Hikmat bilan. O sening nima? U mening savoqdishim. Meni to'la oldig'ichi bo'lma. Ma'maldagi gap so'zlarni meni anglamadi da'vatamsan. Eshib-teshib, osh xo'roqkashning bolasi bilan ishpash tatishib yurgidek bo'ldingmi? Oppa. Doda xo'roqkash bo'lgani bilan Hikmat yaxshi bola. U vafodor, obdan bola. Men uni sen men bilan gap taqalishyapsan, texi. Seni o'qitib qo'ysam, endi menga dars o'tdirek bo'ldingmi? Bugundan boshlab hiliqi Hikmat degan nimani ko'nglingdan chiqarib. Oppa, men unda qilolmayman. Hey, sen mendan aymanmay shunday gaplarni degidek bo'ldingmi? Men senga deb qo'yay. Bo'ldi. Ertadan boshlab maktabga bormaysan. Takrorni qilmaysan. Seningdek o'zini so'ramagan bolani ertadan boshlab maktabga berib baqaqini. Bolalarım, ne iş qılatsızlar bolalarım? Apa, akam azroq ko'rishga kiribdi ekan, sizga sho'girish qaynitib beraylikmi deyapmiz. Voy canım balam. Ko'rishni niyatini topding canım balam. Soat tugmachining suyini to'shib berib, shundan oldim apa. Voy canım balam. Yaxshi aramag'in. Ha? Meni tanımayotamsan? Ha? Meni tanımayotamsan deyman. O'tava bu yoqqa. Piyola kela. Piyola gap qilyapmiz, savo deyman. Hey! Nimi tamaqatdinglar? Sho'girish. Sho'girish? Tuzgroq tamoq etsang o'lishamsa, ha? Sho'girish aytgan bu nima? Men sho'girishni tamoq deb aytdingmi? Ha? Hey! Dada, uyda tamoq qiladigan ishning bo'lmasa, sho'girish qilmay nima qilmaysan? Sen topmay nemish qilasan deymi? Ha? Nemish qilsa? Men cho'qara seni bakaman deb mushkun qag'adim ben. Sen o'zingdek naqshchimi? Ha? Xalqning bolalari cho'qara pulni pulga urib, o'yni guldek beqavatdi-ku. Sen nemish qilyapsan? Ha? Qo'lingdan nima keldi deymi? Ha, nima qilding sen? Tabaqina. Qo'lingdan nima keldi? Dada, boshqalarning dadillarimi seningdek tapqan tayanga haroq ichib, o'yni so'rib yurgani yo'q.
Hey! Nima deding? Dada! Dada! Yo'qol! Dadachining yo'qol! Ko'zim yo'q. Bu boshqalarga sulton. Agar qo'z bo'ynini ko'rgan bo'lsang, yo sen o'lasan, yo kisel ko'ps. Opa o'yladi. O'ldingmi? Ey harom tomoq, o'ldingmi deyman. Ey harom tomoq. O'ldim. Men pul tepkilay. Agar men kelguncha opa bilan singlimga bir shop qoladigan bo'lsa, men sen bilan ayrim hisoblashaman, baba. Ey o'g'lim, men seni otamda. Ey, men seni bo'g'izing utaman. To'xta. Meni qo'yda. Meni qo'yat. Ey, astagfirullah. Hikmet, nim bo'ldi savadash? Ha? Nim bo'ldi adash? Digina? Üstüme shon qon bo'lib ketibdi-ku. Nim bo'ldi sana? Dadam bo'lib ketdi. Shu la'nati dadamsa qachonmi tuzla adash? Menga nima kerak adash? Men yerim qon bo'lib ketibdi. Men yurib qo'yay. Tur. Men yurib qo'yay. Kiyimlarini almashtirib ha? Hikmet, bana ki vakna adaş. Bo'ldi, ko'nglimni yerim qilma. Men yuz ko'zimni yuvib, beshimni tengib qo'yay. Hamma ishlar o'tib ketadi. Mana adash, mana. Qanaqroq? Beshim yana og'riyotamdi. Yaxshi. Hozir yaxshi. Bo'ldi, elida adash. Ammo adash, hozir tek so'qingda olsam bo'lmaydi. Ha? Oy. Og'riyotamda? Yaqay. Bo'ldi. Shunda qilib, maktabga bormamsan? Yo'q. Men endi pul tepishim kerak. Hozircha kiraga pul yo'q. Ozroq pul berib tursam. Og'ina, bu nima deganing, ha? Bu kichikli ish-ku. Agar senda bo'lmasa, menda bor. Mendan so'rasang bo'ladi-ku. Menda yo'q bo'lsa, menmi senda olaman emasmi? Biz degan qiyomatlik og'ina. Hey? Lola bilan ko'rishib mangdigansan. Sen bilan birga maktabga berib ko'rishib mangay. Bunda qilaylik. Sen ishga oldin saqlab tur. Men maktabga kirib, Lolay qarab boqay. Bavos chaqirib chiqaman. Bo'lamdi? Ma'qul. O cho'qim qo'sh bo'ladi. Ma'qul. Mayli. Ayxonni kiyadash. Ke. Nemish ekanligini uqmadim. Lola bugun maktab kelmabdi adash. Bo'ldi. Men uyga boray. Sen darsing kiribagin adash. Unda bo'lsa, ma'niga vaqtini ko'rishaylik, ha? Bo'ldi. Men sen xabar qilaman. Ma'qul. Qo'shamsan. Rahmat sana. Men dars kirib ketdim hamsa. Xo'sh.
bir ömür ben seni küttüm uzak küttümen ta bir ömür sana mensup bu jürek bir çıkıp halimni gör sana mensup bu jürek bir çıkıp halimni gör Soğuz bakı bir çıkıp kırsam. Yak, öyle nizamamay. Cimber kırsam, elinde kırsam görsün. Öyle kırsam yok canım abla, bu sıfırlık et. Yak. Çıkmadın sen ne sebep çıksın o asmanda ay çıkmadın sen ne sebep çıksın o asmanda ay çıkmadın sen ne sebep çıksın o asmanda ay çıksın o asmanda ay Hey, to'xta. Haqning ish qoldiq kelib eshakdek hangirib, nima qilmoq chiqding? Anglab qo'y, seningdek zaboy haraqkashning o'g'liga beradigan qizim yo'q mening. Ko'zimda yo'qol. Men sanga qo'yay, senchi Lolaning xil emas. Hey, nimanga ishonch qilib qizimni oqqa kirib olding? Ya bir katta to'y qilib og'idek puling bormidi? Ya bu haraqkashdan o'ylab qo'yam seni. Hadi, men pul tepib oldingizga kelsam, Bundaq yolg'on gapingni berib opang olib dodongga deb bergin. Buningdan keyin yana qizimni oqqa kirib oladigan bo'lsang, men seni bosh qo'yib atmayman. Surat. Kim o? Kira. Hikmet. Kira ağıyla. Kira. Ha, üstü çıkı. Ha, kila adaş. Yukarı öte. Ha, otur. Neymiş oldu ya? Soluşup ketipsan qadaş. Lalaning apisi yaman qattiq haqorat qildi. Buningdan keyin Lala bilan ko'rishishim mumkin emas o'xshaydi. Men bir parcha xat yozib qo'yay. Berib qo'ysam bo'pti-ekan adash. Bir parcha xat degan nima adash? Men berib qo'yman. Ikkimizning o'tirisida bundoq kelib ketamdi. Men ish topgandan keyin oilamdagilarga sen orqali pul, Lalaga xat avatib turman. Ig'ir ko'may ularga yetkazib qo'ysam. Xotirjam bo'l. Mening avatganligimni ularga demisang, salli bilgin. Yani şu dadağının meni parakende kılıçıdan korkup sende adaş. Şunaqma ha? Ensirme adaş. Lale'den hatırcam bulamayyotam sen. Men obdan qarab qo'yman. Biz savaqdaş tursak. Hatırcam bol. Men onu obdan qarayman. Hatırcam bol ha? Ensirmsang boludu. Ensirme sana. Bu yaxshiligingni cho'qim qaytiraman. Nalik yapni qilib ekansan adaş. Hatırcam bol ha?
Aka, oshxonangizda men qilgidek ish bormi? Mush yerda ish qilib jenimni boqsam bo'pti ekan. Nereden geldin? Yezdan keldim aka. Bizning odamimiz to'liq ukam. Aka, men qochquchi yo'layman, hamma ishni qila olaman. Men Bo'ldi ukam, bizning vaqtimizdan may. Chiqib tur, ha? Hozir odamimiz to'liq, bo'ldi, chiqib tur ukam. Ukam bu yerga. Tamoqning pulini men to'layman. Bir qosh tamoqqa chiqib beraman. Ha, bir taqsilaqman. Qarasam, yezdan kelganda qilasan. Ha. Bu yerda urug' tuqqanlaring bormi? Men bu yerga ish izlab kelgan. Ota-onang bormi? Yo'q. O'lib ketgan. Isming nima? Ismim Ahmad. Ahmadda. Nima ish qila olaysan? Men to'liq o'tirdi o'qigan. Naqsh ayta olayman. Dutarnimi yaxshi chala olayman. Oy, barakalloh ukam. Xudoyim bergan talantdan ekanda. Qo'shig'ing toz echibdi-da ukam, ha? Rahmat. Bir ishingiz bormi aka? Men qilib o'tay. Mening hozir bir ishim yo'q. Men shu topda sen to'g'rilik o'ylayapman. Bir hafta bo'ldi. Abdunum rayonlik san'at institutining odamlari shahrimizga kelib, sana o'xshash talant egildirdan imtihon elayotdi. Ular aytmoqchi imtihon berpasan qanday? Ishonching bormi? Agar shunday fursat bo'lib qolsa, o'zimga ishonchim bor aka. Unda yura. Canım balam Hikmet. Nelerimi temtirep yürüydüğün sen. Apa, yetivermey o'rningizdan turibsiz ku. Adam yetiverse keselcan bu gidikken kızım. Eklan, kırlanma jüvite. Boldu kızım boldu. Bu akanın köyünü. Becarı balam bir qor kiyim bilan chiqib ketgan. Naladim kelib tantirab yuruydi xondi. Apa, bo'ldi ko'nglingiz yerim qilmagan. Akamga hech tushunmaydi. Naladim tantirab yuruydi sen balam. Azroq pul tez qaytib kelaman deganda qo'pat arda qaytib keladi apa. Ko'nglingiz yerim qilmagan. 2 kun bo'ldi, dadammi yo'q mana. Canım balam. İlahim sağ salamet yenip kelgay. Yollarında sen yarsın. Ayrılışqa kelsen bugün bilsen ko'nglimni. Taşna bunu. Bo'ldi. Bir hafta oldu. Bir an aqshinimi topamadik aka. Onchilik umidsizlanib ketmayli. Fursat degan yana bor. Nerdik fursatni deysiz Mutallib aka? At mangdigan tursak. Mangchi biroz chiqib qola. Assalomu alaykum. Voy, Teşvikman. Oğlunuz yaxshimi? Teşvikman. Salomatchilikmi? Teşlik. O'tiring. Ha, qanday ahvolingiz? Teşvikman. O'zingiz Mutallib aka, ko'rinmaysiz-ku. Yaxshi-ku. O'zingiz Sizni kechikib og'lagan bo'lsa,
chiqim bo'lmasin dedingizmi ya? G'olibjon, undaq bolalardan emas. Shundaqmi ukam? Ya'ni Mutalib akam tushunadi. Sizlarni yaxshi naqsh topamidi deb anglab, shunda yaxshi naqshdan birini olib keldim mana. Ko'rib boqamsizlar? Ha? Voy, yaxshimisiz ukam? Ko'rib boqamsizlar Mutalibga? Ha, bo'ladi ukam. Biroq keling Mutalibga. Ha, bo'ladi. Ma'qul. Ha, naqshani aytib boqay bolam. Maharatingni bir ko'rib boqayli. Men xalq naqshilaridan qop-qora qo'y ko'zligim degan naqshini sizlarga o'ralab beray. Qop-qora qo'y kezligim Qani yaxshi ekan. Jonim pida bo'lsin. Qada bolam degan. Qani yaxshi ekan. Qandayroq Mutalibga? Bo'ladi ekan ukam. Ovoz xeli yaxshi ekan. Jonim Bo'ladi ekan ukam. Rahmat sizga. Ha, yaxshi. Bu yoqqa kela o'g'lim. Kela. Ha. O'tir. Isming nima? Ahmad. Qayerda tursan? Hozir mening turar joyim yo'q. Otanang-chi? Kichigimda o'lib ketibdi ekan. Ha. Bo'ldi. Sen qabul qilinding. Asma, Aytman bilan birgaman. Mutalibga Ağlısam, mağdı gelsizler. Şuna inim Ahmet Çay için bir çay verey degen. Qada? Boladı ukam. Boladı. Anda xavası biz mağaylı. Yürü balam. Rahmet. Maqul. Ağna. Çala ukam. Bir epet sazını anlaylı. Çala. Apam dua qilgan bo'lsa kerak. Men bu yerga ish izlab kelib, yaxshi niyatli odamlarga uchrab qoldim. Bu mening baxt peshonamning o'ngliqidan bo'lsa kerak. G'olib akam meni Mutallib akamga tanishtirmagan bo'lsa, mening o'qish orzuyimdan eg'iz ichish mumkin emas edi. Xudo. Bu mening tushim bo'lib qolmasa deylayim. Mana mushu bizning oyliklar oyimiz balam. Sen bundan keyin bizning o'yittirsa balam. Ürümçi pek güzelken. Sen bundan keyin
Muşu güzel şehirde okuysan. Sen tirishib o'qisanglar, har qanday ishqa mana mayga. Ha, keldik. Keldikmi? Ha, keldik balam. Tusha. Yürü balam. Yürü balam. Ha, keling balam. Bizning oyga chiqayli. Bizning oy mana shu. Voy, dada, canım dada, yaxshi turdingizmi? Qandayroq turdingiz? Yaxshi, sizni yaxshi turdim. Ha, men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu mening qizim Saba. Bu yoq akangiz Ahmadjon bo'ladi. Akangiz? Ha, keyin tushuntirib qo'yman. Ha, qani uy kiringlar. Qani uy kirayli balam. Ha. Men qizim. Akilama alay. Ha. O'tiring. Akilang dada. Ha, men. Qo'sqinlar tez ochqanda, ha? Sizning tomog'ingizni yeymiz deb Ahmadjon ikkimiz tomoq yemay keldik qizim. Ha. Unda xussa choy ichgach o'tiringlar, men tomoq hazırlab kiray. Ha, men qo'limni yuvib kiray balam. Ha. Qani ag'ish o'tiring. Ahmadjon balam qo'lingni yuvib ol. Ash uydimi? Ha, oshadi. Olta balam. Uylarimiz bek esilganjimi? Ha. Bundan keyin sen mushu uyda tursan balam. Choying dada. Rahmat. Rahmat. Sizlar choy ichgach o'tiringlar, men tomoq etib kiray. Ha. Ha, choy ichcha balam. Qo'sqog'im ochqanda. Ala. Nimaga tayyorlik qilyapsiz, qizim? Nimaga tayyorlik qilyapsiz deyman. Sizlar men etib turayimkin deyman dada. Ha, mayli, bo'pti. Uyingizni rostla yaxshi zinatlayapsiz. Shundoq balam. Bundan keyin sen mushu uyda tursan. Qo'sqing to'ydimi balam? To'ydi. Bek o'xshabdi. Ha, duo qilib o'tayli. Amin. Allohu akbar. Sabah, bu yoqqa chiqing qizim. Ahmadjon akangizga urur raslab bering. Charchab ketdi, aramalsin. Chiqib aramal o'g'lim. Chiqa. Aramal balam, aramal. Jana Ahmadjon aka.
Ha, bu yoqqa kelib o'ltiring qizim. Men yo'q zerikdingizmi? Yo'q. Dada, o mening qandaqsiga akam bo'lib qoladi. Yetimning qadriga yetim yetadi qizim. U bola asli bir yetim bola ekan. Ahmet aka, yaxshi uxlabsizmi? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içimi. Mutallab akam ko'rinmaydi-ku. Dadam attigan sirtqa harakat qilib chiqib ketgandi. Siz bir yerda ishlamsiz? Yo'q. Bundan keyin ikkimiz savodashib qolamiz. Men yangi maktab bitirib muzikadan imtihon berib san'at maktabiga qabul qilindim. Voy, undaqda bak yaxshi bo'pti-ku. Bundan keyin ikkimiz o'zaro o'rganib yordamlashamiz shu. Ilanga. Voy, dada. Qandaq bolam. O'tir. Qandaq? Yaxshi uxlabsanmi bolam? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içsana dada. Qani, ilanga. Bolam. Ahmetjon, mundaq ish bolam. Atatiganlikka sen maktabga tizim qoldiradigan kun. Sabo bilan ishkanglar bir sinfda. Yaxshi o'rganib, kelgisida yaxshi bir muzikant. Elsuyar bir naqshchi bo'lib chiqishinglarni umid qilaman. Men cho'qim ajringizni yerda qo'ymayman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi çay içaylik dada. Çay içaylik. Ekilan. Bo'ldi qizim. Ilanglar. Canım kızım, nimanda qilsa? O'zingni bir tuzashtirib yursang bo'lmamdi. Sana qarsam, men tugishib ketyapman. O'zingni oyimsan, meni o'simi oyig'in. Men shu sen yaxshi bo'lsin deb shunda qilyapman. Bunda qilsang, meni tugashtirib etsan juma. Yaxshi bo'lsin deysan. Hargizim bunda qilmagan bo'lar edim. Meni hikmatdan ayirib etmayding. Jismimizni ayirib etganing bilan qalbimizni ayirib etmaysan. Sening xiyoling yana shu hikmatdimi? U sening beshingni o'ylantirib etgan o'xshamamdi. Malla hayot bo'ladi ekanman, sening uning bilan orlashqaningni bir ko'ray. Men sizni o'tkazib kelgacha mush joyingda midirlamay o'tirsa. Hikmatga nim bo'lgandi. Necha kun bo'ldi uning naqshisini anglamadim.
Hikmet Lale'ye yazan xetida nimalarni dedikin? U qaytib kelsa, Lale bilan to'yqib ketaman. Men barmog'imni tishlab qolamanmi? Yo'q, bu mumkin emas. U mening, uni meningdan hech kim torta olmaydi. Gözümün qarısı, yürgümün parisi. Canım Lalem, salamet misin? Ben bugün hilqi joyda seni bir gün saqladım. Biroq sen chiqmading. Men opaning til haqoratlarini anglab, sening nima uchun chiqmaganligingni uqdim. Opang meni va mening oilamdagilarni bek past ko'rdi ekan. Dadamning xatoligini mening va bechora opamning xatoligi deb bildi ekan. Canım Lalem, pul bizning saf muhabbatimizning maqsadi emas edi. Biroq shu pul tufayli men uydan haydaldim. Shu pul tufayli opangning oldida xorlandim. Men biz uchun va bizning to'yimiz uchun pul topmasam bo'lmagandak. Shunga men sirt shaharlarga ish izlab ketdim. Biroq sen meni saqlagin. 1 yil, 2 yil, 3 yil pul topaman. Chunki men pul topsamla, ondan ikkimizning to'yi bo'ladi ekan. Sana erisha oladi ekanman. Meni saqla. Sen har qachon, har minut qalbimda. Seni mangu suyib, bechora yolg'izim Hikmet. Lale bilan to'y qilamiz-di. Bu mumkin emas, Hikmet. Sen tugashding, Hikmet. Sen tugashding. Surat! 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 Lale, ustiga chiqib o'tir. Bu yoqqa chiqa. Bo'ldi, Surat. O'ltiramayman. Uydan o'g'irliqcha qochib chiqdim, Surat. Chiqib o'ltirib boramiz shali. Bo'ldi, o'ltamay, Surat. Necha kun bo'ldi Hikmetning xabarini hech olmadim. Shunga seningdan bir xabarni o'qib boqay deb kelishim. Desam gap chiq, Lale. U o'tganda sen bilan ko'rishman deb chiqib ketib, yerim kechida solashgan peti qaytib keldi. U menga jondan to'ydi. Lale'den nefretlendim. Bundaq yaşıqca öyle olaman dedi. Ben onunla onda qılmagın. Otlarda uquşmaslık bağışaydı desem. Yerim keçide öyden yugurub çıkıp gitti. Ben onun arkasından yugurub yetişemedim. Akıda ensirep öyge basam öygüm bağmaptı. Keyin Akistan boydan qanıq boyalgan köynegini tapdım. Nima? Qanıq boyalgan? Yo'q, Hikmet ölmeydi. Sen beni aldattın. Ben seni neyim dep aldıracakman. Yalgan. Mümkün emas, sen beni aldattın, Surat, şundaq. Sen neyim dep aldayman. Mala işenni sanma. Onun köynegini tonagatsan, Hikmet'ten köynegini tonamadın mı? O ölgen bolsa, onun cesdi. Onun cesidini tapamadım. Yo'q, bu yalgan. Sen beni aldattın. Yo'q. Lale! Lale! Hikmet! Hikmet, neredesin?
Hikmet neredesin? Hikmet. Yok sen ölmezsen Hikmet. Yok. Sen ölmezsen. Hikmet. Yok. Buldum kızım. Kimin köyündeki? He? Ata, Hikmet öldü deydi. O ölmedi. O ölmedi. Oldu şıklama. Benim baba. Yok o ölmedi. Ben şenmeyim. Yok. Hikmet ölmedi. Yok baba. Hikmet ölmedi. Hikmet ölmedi. Baba. Yok. Yok. Şenmeyim. O ölmedi. Yok. O ölmedi. Baba. Beni koyun baba. Dostum Süre, yaxshimsan? Men bu xatni oldirash yozyapman. Men hozir yaxshi niyatli bir kishiga yo'l qo'yib, Urumchiga kelib ish topdim. Nima qilayotganimni hozircha sana demay turay. Keyin seni birdala xo'shal qilib deydiganligimga ishonchim komil. Qadrli do'stim, pat yaqinda sana pul va xat avataman. Bu pulni opamga, xatni Lolaga berib qo'yishni unutqanman. Ahvoldan qaraganda bu yerda 4 yilcha turib qoladigan o'xshayman. Lolaga salimimni va bu ishlarni yetkazib qo'y. Xayr, san salomatlik tilab, do'stim Hikmat. Agar mushundaq ketaversa, men yaxshi niyatli bir odamni, Mutallib akamni aldab qo'ygan bo'laman. Yo'q, bunday qilsam bo'lmoqdek. To'g'ri. Men bu ishlarni Mutallib akamga cho'qim deyishim kerak. Kirim. Mutallib aka, haqqini o'ldiring. Qani, Tek uxlamabsan balam. faqat uyqum kelmadi. Ha. Ati maktabga borasizlar balam. Sen baldırak aramag'in. Mutallib aka, sizga deydigan bir gapim bor edi. Nima gap? Men asli Ha, gap qilma. Yana shu xijolatchilikning gapimi? men asli Ha, bo'ldi. Sen hergiz meni xaf qiladigan gaplarni qilma. Bu degan o'zingning uyi. Ha, qandaqli ish bo'lishidan qat'iy nazar buni kallangdan chiqarib at. Ha, bo'ldi, boshqa ishni o'ylama. Aramal. Mutallib aka. Ha, yaxshi o'qi balam. Obdan aramal, ha? Mutallib aka. Ha, bo'ldi, aramal.
O'g'lim, bizning bir-birimizga mehrimiz tushib, ota bola bo'g'inimizga 4 yildan eshib qoldi. 4 yillik o'qishingmi bitdi. Sening qayerda ishliging bor? Men Uljuga ketayimkin deyapman dada. Nima? Sana bu yer yaramidimi bolam? Undaq emas dada. Meningmi o'ylaganlarim bor. Meni qo'llashingizni umid qilaman. Yo'q, siz ketsangiz bo'lmaydi. Men sizni hargiz ketkizmayman. Sizga shunchalik yaxshi o'qidingiz. Hozir Naqshchi Ahmadjon Mutallib desa, tonimaydigan odam yo'qdirsa, sizga viloyatlik o'maklarga emas, Abdunum rayonlik o'maklarga mos keladigan tursangiz, haris sizni radio stansiya ziyorat qilmoqchi ekan. Qo'ljida bunday fursatlar bormi? Ketmang Ahmadjon. Siz hargiz ketmang. Agar siz ketsangiz, bu Men yurtimdan ayrılgalı 4 yıl oldu. Ata-anamni sığındım. Meni saqlayotgan Lolani sığındım. Men endi bu ahvollarni yoshirmayman. Endi bu sirlarni oshkorlaydigan vaqt kelgan o'xshaydi. Men yurtimga berib, ota-onam bilan ko'rishiman. Go'zal Lolam bilan to'y qilaman. Jinim Lola. Biz visal topadigan sanoqli kunlar qoldi. Chidiqim. Oy, sabah. Yaxshimi? Keling. O'tiring. Hech uxlamadingizmi? Sotil uxlayamadim. Duttani bek yaxshi chaladi ekansiz. Duttanimi? Nadigina munda qilib qo'ydim. Bir shomti? Men sizdan bir gapni so'ray dedim. Qani, so'rang. Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Sizga meni singlim tursiz. Nima deb yaxshi ko'rmagidakman? Yo'q, mening demoqchi o'g'lim. Singlingiz o'rinda emas. Qiz do'stingiz o'rnida yaxshi ko'ramsiz demoqchi. Nima? Bu nima deganingiz? Men sizni azaldan singlim o'rnida ko'rib keldim. Unda qalayimqan xiyolon qilsangiz bo'lmaydi sabah. Nima deb bo'lmaqadek? Men qandaqdir sizni yigitim o'rnida ko'rishni xohlayman. Men siz yaratmoqda qiz olamasdimmi? Yo'q, bunday demang. Bu mumkin bo'lmaydigan ish. Mening qalbim allaqachon yiroq bir sahrodagi qizga mansub bo'lgan. U allaqachon mening qalbimni egilib bo'lgan. Mundaqda birsi bor-da. Siz bizni aldabsiz. Yo'q. Men sizlarni emas, o'zimni aldab kelyapman, o'zimni. Siz vicdoningizni so'rab beqing. Vicdoningiz buyurgan ishni qiling amisi. Vicdanimning nima deydiganligi menga ayon. Lekin siz menga mening yaxshi singlim. Yo'q. Sabah.
Demene. Ana. Kettim ben. Kettim. 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 Hey, kettim. Kettim. Hey, kettim. Ma'qul emisa. Xo'shamiz Gulsumxon. Ma'qul emisa. Mana 7-chi qatim kelishimiz. Bir o'ylashib beqishal, ha? Biz noumid qolmasak. Ma'qul emisa, xo'shamiz. Ma'qul. Turib qolsizlar. Xo'shamiz. Ma'qul emisa, xo'sh. Bu qizning hikmat deb mi turgan? Endi buni ro'yoq yiqishga bo'lmaydi. Helimi bu elchilar 7 qatim kep bo'ldi. Qizim, bugun elchilarning mushunun bilan bu uyga 7-chi qatim kelishi. Suratjanmi o'zi shundoq obdan bala. Uning ustiga o'zingning savog'ishi, iqtisodiy ahvolimi yaxshi. Yo'q, opa, Hikmatni saqlayman. Qani o Hikmat balam? Helim uni 4 yilcha bo'ldi saqladim. Mushu vaqtcha izdergim bo'lmasa, Allah qachon bu dunyodan yo'qolgan nimaga kashkicha tamoq qilib o'ltiraveramsan? Helimi tangtishlaringning hammasi to'y qilib bo'ldi. Salla qolding shu taqda. Opa, u degan suratning o'yini. Hikmat cho'qim bir kuni qaytib keladi. Uning bergan va'damni buzolmayman, opa. Sening oldingda kichikkin yuzimmi yo'qmi jinim balam? Men seni shunchalik jafoda cho'ng qildim-ku. Dadang rahmatli vafot bo'lgandan keyin nurg'un elchilar kirgan bo'lsa-mu, men turmushlik bo'ldim-mi? Nima deb? Faqat senila deb balam. Opa, nima uchun qizim? Buning ham sen uchun emasmi? Jinim opa, bularning hammasini men bilaman. Biroq sen bana opangning o'rnida emas, xizmatkoringga muomala qilgandek muomala qilyapsan. Agar mushundaqlik qiladigan bo'lsang, bo'ldi, men ketay. Dadangning yeniga ketay. Jinim opa! 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 Jinim opa! Undaq qutlashay. Bundaq ahmoqlig'ini opa! Bu dunyoda mening seningdan boshqa hech kimim yo'q, jinim opa. Sen dadamning yeniga kelsang bo'lmaydi. Men qanday qilaman, jinim opa? Bundaq ahmoqlik qilmag'in. Jinim opa, men sen uchun muhabbatimni emas, jinimni qurbon qilishga tayyor, jinim opa. Men gapingni anglayman, jinim opa. Opa, herkes ahmoqlik qiluvchi bo'lma, jinim opa. Men gapingni anglayman. Gapingni anglayman, opa. Jinim bolam. Apa! Nim bo'ldi qizim? Angladingizmi? Nemini? Lala hadam to'y qildi. Kim bilan? Surat akam bilan-chi. Surat bilanmi? Akam
Nereden yürüydü kandı? Şunu deyman, 4 yıldan aştı, cimipli ketdi. Bichara o'g'lim, nerede yürüydü kandı? Lala hadan akamni saqlab zerikkan o'xshaydi. O qizg'in uvalla, helimni uzoq saqlab ketdi. Akamdan hech bir xabar yo'q. Oshimda, Nurmamit akamni mashinasi qo'yibdi. Nima? Yeziq doktorxon ekan. Xudoyim, dadamni ishni ko'mdim. Voy xudoyim, ishni ko'mdim. Teshkaklik bor. Keglik bor. Voy xudoyim. Dadası, göz oldu. Dadası. Göz oldu içine. Yığılma. Korkma. Biz davalayız. Hadi, yığılma. Çoğun iş yo'qdek turdi. O'ng puti odisiga yo'liqib zaxmlanibdi. Uningdan sirt butun badani spirtdan zaharlanib, jigri kordan chiqqan o'xshaydi. Uning uchun biz oldi bilan davolash ep berib, ondan operatsiya qilsak bo'g'adak. Davolash haqqi uchun hozircha 4000 yuan pul topshirsizlar. Nima? 4000 yuan? Shundoq. Turmush ahvolinglar menga ayon. Agar hozircha topshirolmasanglar, men sizlarga kepil bo'lib turay. 3-4 kundan keyin bir amal qilib topshirasizlar. Rahmat ukam, rahmat. Qandaq bo'ldi apa? Hech nadim bitmadi qizim. O'zda yo'q, olamda yo'q degan shu ekan. Endi qandaqmi qilar? Qandaq qilabdi. Uyni setayotayli. Uyni setaytamdiq. Uyni setirasak, nerda o'ltiramiz apa? Nerda o'tirabdiq? Eg'irimizni ya ko'tira, rizqimizni Alloh berar qizim. Dadani qutuldirmasak bo'lamdi. Kimga sotamiz? Suratni uy oladigan deb atadi. Shu suratga sotaylikmikin? Heliqi uy hidan ep chiqqina qizim. Assalomu alaykum Ashmada, qanday ahvolingiz? Seni izlab men edim. Nima ish bo'ldi? Mundaq ish edi. Nurmamitdan og'rib, balnisti yetib qolgan edi. Doktorlar 4000 pul etganinglar deydi. Pul izlab kirmagan to'shigim qolmadi. Og'inang hikmat bo'lgan bo'lsa-mu, bunchalik bo'lib ketmas bo'g'iydi bola. Shunga boshqalardan seni uy oladigan deb anglab, sana uyni sotaylikmikin deb seni izlab men edim bolam. Uyni setib, sizlar nerda o'ltirsizlar Ashmada?
Avval Nurmamitkanı bir davalıp olaylı. Andın bir gap bola. Öyünü alam sen balam. Boptu, alsam alay. Bu silahıga yardımım bop qala. Men toy qilsa o uyda o'tiraveringlar. To'ydan keyin bir gap bola. Ha? Rahmat Surat balam, rahmat. Men uy xitini hazırlab beraydi. Men uydan pul akep beray. Bo'ladi, tezroq bo'lasan balam. Men hazırlık kelime. bormasam bo'lmaydi. Ma'qul, xo'sh balam. Xo'sh. Nurmamat. Tamoq yemsiz. Tamoq yemsiz deyapman. Tamoq emas. Men aroq ichaman. Aroq ichaman. Aroq gapa. Bo'lmaydi, aroq ichsangiz bo'lmaydi. Ey, qo'rqamni oz qilib. Endi bo'lmaydi, aroq ichsangiz o'lasiz. Aroq gapa, qo'rqamni oz qil. O'rnimdan turib oladigan bo'lsam, ko'kligim ko'stimi. Nima? O'rningdan tursang, nim qilmoqchi eding? Aroq ichib o'lmoqchimisan? Sen mushunda hayvondan beter yashab, olamdan o'tmoqchimi? Shu aroqsini neyib qildi-ku? Yana ichmoqchimisan? Bir chaqlarda qandoq yigit eding? Endi turxon qarab baqina. Nim bo'p ketding? Sen ayolingga, bolalarыңga nim deb zulm salasan? Sening tüpeylingdan bejirim ayol kesaljonga aylandi. Sening sababingdan qizilguldek yigit sargardonga aylandi. Shu ishlarni yetmadimi endi? Asli ular sana nafratlansa bo'ladi. Biroq ular unda qilmadi. Sening hayotingni qutqizib qilish uchun uyini setib etdi. Nima? Uyini nima qildi? Uyini setib etdi. Shundoq. Uyini setib etdi. Mana bu sening ojizing. Kech kunduz uxlamay sana qaradi. Chunki ularning qalbida sana muhabbat bor. Unda qilma Nurmamat aka. Senmi odamdek yasha. Ayoling sening muhabbatingga, bolalaring sening otiliq mehringga muhtoj. Xudo. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz nechinchi yil o'qishga kelgan? Men 95-yil o'qishga kelgan. O'qishingiz bitish oldida ekan. Maktab bitirgandan keyin qayerga bormoqchi? Men o'qish bitirib bo'lib, yurtim G'ulja qaytib ketmoqchi. U yerda nimangiz bor? U yerda Nurmamat, qandoqroq tursiz? Azroq tamoq yeyveling. Yo'q. Azroq yeyveling. Yo'q. Ish nemigim yo'q. Döneginden bir kozgam aşmayıvadı da. Cık oylandım. Ezim doktorun digerleri doğru iken. Demişim hayvandaki yaşaptım. Hayvandaki yaşaptım. Sana yüzgülenmeymen Ayşem. Seni harlattım ben. Eşmetli. Öydün qo'g'lab chiqiribdi men. Shularni o'ylasam, yuzingdagi qarashni xijolatini men. Undoq demang Nurmamat. Ulug' Allohning sizga insof baginiga biz bakli xo'sh. Uyni yo'qotganimiz bilan
Onunda nəccəsə qimmatli narsani tepib oldi Nurmamat. Keldingmi qizim? Dada, jinim dada. Kızım, beni keçirersenmi? Ha? Beni keçirersenmi? Keçiraman dada. Akamı sizni keçirdi. Akamı sizni keçirdi dada. Ben oğlum, ben izgilenmeymen. Hudayım buyursa, sakayıp çıksam, onu çok izlep tapımen. Onun aldı da, Hudayım ne? Dileymen. Onun hep bu saraymen. Boldu şıqlımın da. Boldu qılan dada. Sözünü tutayım, ondaq deyman. Boldu şıqlımın Akam sizni keçirdi. Sizga radio ağaç kelgandim dada. Radio. Keling. Radio. Ayşem. Kızım radio ağaç geldi. Rahmet. Layt yaxşı sözləb bədiniz. Bu naqşını kimga atap yazğandınız? Pek yaxşı naqş ekan. Men bu naqshanni kayıp sapa kayni kirib, araqning quli bo'lib, illiq oilani vayron qilib, bollarni sargardan qilgan vafosiz otlarga beg'ishlagan. Xudoyim, bolaning ovozi, o'g'lim Hikmatning ovozi g'ajab o'xshaydi ekan. Ovozi Hikmatjonnikiga g'ajab o'xshaydi ekan. Akamiya. Shunga ismini Ahmadjon deb atadi-ku. Biroq ismi o'xshamaydi ekan. Ovozi o'xshagan bilan ismi o'xshamaydi ekan emasmi? Ahmadjon, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Sizga rahmat. Oy. Ahmadjon. Ahmadjonka, ne bo'ldingiz? Sizga zot ne bo'ldi gap qiling. Doktor, menga gap qilsangiz-chi. O nima kasalga giribtar bo'ldi? Menga da bering. Uning nemisi? Na uning singlisi. Ha, unda xos bu yoqqa kel. Endi dana, siz uning nemisi? Rasman uning singlisi. Bu ishdan bizmi bak afsuslandik. Chunki u yigit bakli yoshgan emasmi? Menga dana doktor, o nima kasalga giribtar bo'ldi aytib bersangiz-chi. Oqqan kesliga giribtar bo'ldi. Oqqan kesili? Rak kesili demakchimi? Rak! Xudo! O'tinib qalay uni saqaytinglar. Saqaytibag'imiz bor. Biroq doktor o'tinib qalay, qancha pul kelsa mayli, uni saqaytinglar. Shunga bu yerga yotqizgandan ko'ra uyga olib chiqib operatsiya qilibag'inlar yaxshi. Ya, mumkin emas. Mumkin emas. Ahmadjon, nima qilay degansiz? Men qilish beray. Choy deydi. Ma'qul, men qo'yib beray. Bo'ldi, yeter. Rahmat sizga. Sizni ovora qildim.
ko'rishdim. U sizni hech qanday kesili yo'q. Chiqib ketsa bo'ladi dedi. Doktor chiqib ketsa bo'ladi degan bo'lsa chiqib ketayli. Sabah. Ahmetchaka. Nima bo'ldi? Sabah. Nima bo'ldingiz? Ha? Nima bo'ldingiz? Nima yig'laysiz, ha? Yig'lamang. Yig'lamang. Hech yo'q. Bo'ldi. Ko'zingizni yerim qilmang, ha? Doktorxonadan chiqib ketsak bo'ladi-ku, ha? Bo'ldi. Yig'lamang. Bu ishni dadam bilmagan-da Sabah. Yo'q, uni atiq o'tirg'idek bo'lmadi. Bo'pti, uxmasin. Bo'lmasa ansirab qoladi. Bo'ldi, yig'lamang. Yaxshimisan, Lale? Sening bizning to'y ishimizga qo'shilganingga rahmat. Sen meni oxir tushundimsan-a? Men seni deb emas, opamni deb shunday qilyapman. Biroq mening qalbimni hikmat allaqachon egilib bo'lgan. Sen faqat mening jismimga ega bo'la olasan. Men sana burildi degan-ku. U allaqachon o'lgan odam. Hayot bo'lsa, bir apachi xiti bo'lsa keladi. Şu an mening muhabbetimni qadrla. Men sening ko'nglingni cho'qim tutib olaman. Shu zilva badan, chiroyli ko'zlar, o'nchidek lavlari, sutdek badanlari mening bo'ldi. Men nima degan baxtlik. Yetimning og'zi ochiq tekkicha burni qanotdi degandek. Ulug' Alloh meni bu ko'ylarga sog'indi. Taqdir. Sen nima degansiz? Menga bu hayotda bir qatim qanib kulvog'idek fursat bermading. Sana bunchalik adolatsizlik qilgandek oldingda nima gunoh o'tkazgan bo'g'aydi? Endi men yurtimga boray. Ota-onamning didoriga qanay. Bolani bir ko'rib olay. Endi sirlarni oshkorlaydigan vaqt keldi. Yalğız o'tiribsiz-ku. Akangiz qani? Akam yotoq uyda. Sabah qizim. Nima ish bo'ldi? Qizim. Ahmadcha ashkanlar bir necha kun bo'ldi tuzukroq tomoq yemaysizlar. Mendan bir ishni o'shirib o'tamsizlar qandoq? Bana dana kızım. Sabah kızım. İşimni sıkmay bana dana. Dada,
Canım Ne oldu kızım? Bana dene. Canım dada. Ne oldu kızım? Ahmetcan sizge birini mi dedi mi? Yok dada. Deydisem dilim keyidi. Demeydisem dilim keyidi. Dada. Zaten neymiş oldu kızım? Siz kamandırıp ketkendi. Ne mi dedin kızım? Dada. Bırak sen. Canım dada. Bırak sen dedi ama. Bırak sen hoplattım ha. Dada. Endi qanday qilamiz? Ah Xudo. Ah Xudo. Nemi taqdir bu? Yaşlı bir yigit. Endi qanday qilamiz dada? Ah Xudo. Bu keselni. Bu keselni onunla bəgiçə. Mağın bəsi olmaz mıydı? Bu işini Ahmetcan bilendi kızım. Ya, o tek bilmedi. Ya, bilemem. Ben üzerine saklaymas kesel bob kalkanlarım. Bilemem. Canım balam. Benim akıllı oğlum. Ben çiğdeyemay kaldım o balam. Hem de kanda kılım ben oğlum. Canım balam. Canım dada. Ya oğlum ben seni davaltımen. Yok dada ben seni çatel gep çıkıp davaltımen oğlum. Menin bütün əsli vəslim kessim o. Seni davaltımen oğlum. Yok dada yok. Avaram o dada. Elim ben için nurgun bedel söylədiniz. Öz oğlunuzdan çağrı gördünüz. Siz bir atını, bir balığı verdiğin hem neresini verdiniz. Bırak, bana berişine ötükegende. Bu şok güzel beni Allah kaçan canım oğlum. Oğlum, canım oğlum, canım balam. Bakın, öz arzu armanlarımdan emelge aşmay durup ağlamda kendini içine içine otada. Oğlum, canım oğlum. Canım oğlum. Ömür menzilimde sizden Ebu Sofaydığa sizden keçirişini sevdiğini tatlı işim var idi. Ben seni keçirmen oğlum. Kandaklı gibi olsun bana degin. Seni keçirmen oğlum degine. Ben oğulcuna izledim. Yezisidin. Benim asli ismim Hikmet. Benim ata anam ve bir sığınım var idi.
Allah, elimi hayat. Dadamның jabr zulmidan qutuluş hem pul tepish orqali onamni kesal azobidan namoratlikdan qutuldirish uchun shaharga ish izlab kirgan. Baxtimga yarasha sizga yo'liqib taqdirim biznikidek bo'ldi. Ben ulanı bir minutma yodimdan chiqarmidim dada. Men bir dilni berib ulanı hayron qoldirmoqchi bo'ldim. Nechilar bu yerda xat yozishga tutindim. Lekin dadamning kelib parakanda qilishidan, o'z yolg'onchiligimning oshkorlanib qilishidan, o'g'ilish fursatining qo'ldan ketishidan azizdim dada. Lekin Allah guvoh bo'lsinki, men sizlarni tashlab ketishni, sizlardan foydalanishni o'ylagan emasman dada. Mening qalbimda sizlarga cheksiz bollik, mehr muhabbati bor. Meni ash sahroda Lola ismli bir qiz kutdi. Ben pul tepib berib, uni bilan to'y qilib, oila qurmoqchi edim. Sizlarning menga singdirgan ajringlarga javob qaytarmoqchi edim. Hammasi shirin tush oldi. Bu armonlar yuragimda tonchiqib qoldi dada. Bu gaplarni aman demoqchi edim. Dada, meni kechirsangiz. Beni kechirsangiz dada. Canım oğlum, seni kechiraman canım oğlum. Sen mening ota-onangning o'g'li emas. Sen bütün Uyg'urlarimizdan faxrlik o'g'li balam. Sen mening faxrlik o'g'lim, jinim balam. Oğlum. Sizden ödümden bir iltimasım var idi. Neymi iltimas balam, devegin. Ben Zehra'da to'g'ildim. Şu yerde çok oldum. Allah'ın iradesi bilen sizden yardımınız arkalık elge tonuldu. Ben öyden çıkıp geldi 4 yıl oldu. Sizden aş Zehra'da ben üçün 2 meydan oyun hazırlap verişinizni ümit kılımen dada. Boludu balam, boludu dada. Kaçan bana sen. Olsa ertogün içinde bana makul balam. Sabah sen bilen birli bassın balam. Rahmet dada. Hoş ballarım. Özünlerini asırağın. Hoş. Qaytib kelishingni umid qilaman balam. Qaytib kelaman dada. Men sizning quchuqingizda olajan. Yo'q balam, undaq dema. Men aran turaman. Aralda turaman. Dada. Balam. Xo'sh balam. Onu bana tapşırın dada. Hatırlayacağım bulun. Ballarım dada. Özünlerini asırağla balam. Xo'sh balam. Özünlerini asırağla. Xo'sh. Xo'sh.
Xudoga emanet bolam. Xudoyimga emanet, Xudoga emanet. Ben çokum qaytib kelaman dadam. Çokum qaytib kel bolam. Çokum qaytib kelishingni umid qilaman. Xo'sh bolam. Xo'sh dada. Xo'sh bolalarım. Xo'sh. Xo'sh bolam. Xo'sh bolam. Xo'shal o'ltirib ne lale? To'yimiz bo'ladigan tursa. Ha? Surat, bu to'yni bekor qilib atgan. Sen baribir mening qalbimni egilayamaysan. Mening borlig'im faqat hikmatga emas. Bo'ldilar. Vaqti kelganda ko'ray. Yaxshi kunlarda uning gapini chiqamoq, ne? Bugun ataqli bir naqshchi yezimizda o'yin qo'yibdik. Bilib berib. Ko'rib kelsa qandaq? Ha? Yo'q, bormayman. O'zing boring. Bundaq chivin yutib olgandek o'ltirmay, ko'rib kel. Bo'lmasa do'stlaring bilan bog'na. Lale? Lale? Onasi nimanda xiyol surib o'ltirib ketdi. Suratning o'ltirishgan. Mushu 10 kun ichida uyni bekor qilib beringlar deydi. Qandoqmi qilamiz endi? Boshqalarning uy istamdiq endi. Uyni bekor qilib bersin dedimi? Undaq bo'lsa men bir boshqalar bilan ko'rish boqay. Ha? Amal bo'qala. Dada, apa. Buguncha yezimizda o'yin bor ekan. Nima o'yin ekan o qizim? Ahmadjon Mutallibning baxshi kechiligi o'xshaydi. Unda bo'lsa tomoqni tezroq at qizim. Berib ko'rib kelaylik, ha? Tezroq chiqira. Hozirlik tayyor qilaman dada. Ana ko'ringan bizning uy. Shundaqmi? Qarang, bir ayol chiqdi. O kim? U mening opam. Xudoga shukr, u yaxshi turibdi. Men yo'laydim. Sabah, men opamning oldidan o'zim menib o'tamayman. Vafasız oğlunu getirdim. Ben seni kucaklayıp bağrıma kandan olsam, canım abam, beni getirdim. To'g'ri, o'g'lim hikmat chalajatni o'xshaydi-ku. Men bo'ldingiz. Xudo. O'z opam odam tushib beramisan. Nima degan azob? Undaq berib konuşib beray. Yo'q. Men birdan paydo bo'lib, mangulik yo'qolsam, ular bu azobga bardosh berolmaydi. Oldi, yuring.
Uzundan buyon o'zining lirik naqshlari, yiqimliq ovozi bilan bizga cheksiz ma'naviy ozuq ato qilib kelayotgan Şinjan san'at maktab o'quvchisi Ahmadjon Mutallib yezimizga alohida qadam tashrif qildi. Uni qizg'in qarshi olaylik. Assalomu alaykum yurt ahli. Men bugun suyimlik ona diyor ve barlığına bilen yüz görüşkenlikimden çeksiz hoşalman. Rahmet sizlerge. Men aldı bilen öz icadiyetimden orman bilen ketadigan o'xshayman degan naqshamni huzuringizga sunmoqchiman. Qani, marhamat.
Hürmetli tomoshabinlar, o'yinimiz mush yerda oxirlashdi. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. U bolaning ovozi Hikmatning ovoziga ajab o'xshaydi ekan. Nima xiyol qilyapsan, Lola? Hech nimani. Atik o'ltirishimizga bayamqi naqshchi bolani taklif qilgan bo'lsak bo'pti ekan. Bayaqi naqshchi bolani demsan? Senli xo'shal bo'ladigan ish bo'lsa, bo'ladi chaqiraylik.
Bu naqshchi balaning ovozi o'g'limiz Hikmatjonning ovoziga ajabmi o'xshaydi ekan, ha? Ko'nglim Hikmatmikin deb tuyuqib turibdi. Biroq ismini Bo'ldi, qo'yinglar xotin. Ahmadjon deb ismi aniq tursa, yana Lalaning uyi o'z uyining orqasidami? Yo'q. O tarafda. Baraylim. Yo'q. Ularni jiddiy to'yga tayyorlik qilyapti deb angladim. Sizning kelganingizni o'qsa, Lala hargizni to'y qilmasa. Nima foydasi? O'zimga ayon. Faqat 2 kunlik vaqtim qoldi. Hargiz undaq deyman. Ahmadjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yasanlar bo'lsam chiqib ketibsizlar. Bizning yezimizdan eng yaxshi yerim shu. Men sizlarni bu sherdimikin deb izlab kelishim. Bu yaxshi ekan. Bir aytishingiz bormi edi? Ha. Mening ismim Surat. Bugun tushdan keyin mening maslachim bor edi. Men ishinglarni alayda qadam tekshirib qilib beramdikin deb keldim. Vaqtinglar chiqsa qatnashib bersanglar. Bo'ladi. Yaxshi gapgan-ku. Kim bilan to'y qilasiz? Yezimizdan eng go'zal qizi Lala bilan. O, sizni yaxshi ko'ram-da. Buni so'rab qoldingizmi? Bo'ldi. Tushdan keyin o'ltirishingizga biz cho'qim boramiz. Xotirjam bo'ling. Rahmat sizlarga. Men sizlarni kutaman. Ma'qul. Ma'qul. Tushdan keyin ko'rishaylarmisa? Surat. To'xtab turing. Nima ishdi? Bo'ldi. Tushdan keyin paranglashaylik. Ma'qul. Ağaylar, tek kuran mehminimiz çokum kilidi. Mehminimiz kayakça. Külki çakşakla oturmayınız mı vallahi? Hadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'tiramiz. Gel bu yoqqa. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Qani, keling. O'tiramiz. Qani. Kelginlar bek yaxshi oldu. 30 o'g'il 9 qiz. Biz yo'li qirg'an mehmonlarmi kep bo'ldi. Bugun Lala ishkimizning, to'yimizning maslahatchi. Shu oddiy o'smo ko'pchilikka bu dasturxonni hazırladik. Qanamiz do'stlar, ichilib, yeyilib o'ltiraylik. Tamoq chiqcha, qani bu noz-ne'matlardan og'ash o'tirsanglar. Kelganinglardan minnatdor bo'l. Yo'q, undaq demang. Sizlar to'yimizga turpagan bo'lsanglar bek yaxshi bo'ladi. Bo'lsin qilamiz. Bu yerga kelib ko'rib qolalarmi? Jinim Lola, meni unutqansan. Asli bu to'y bizning bo'lishi kerak edi. Rahmat.
Lekin sening muhabbatingdan, yaxshi ko'rishingdan ayrilib qolish o'limdan ortiq azob emas. Men bu ishni oydinlashtira olmasam, yo'rimda xotirjam yotolmayman. Sen bilan muhabbatimizga zot kim xiyonat qildi? Zerikib qolmagansiz, a? Yo'q. Kechiringlar. Ikkimiz sirtga chiqib ketsak bo'pti. Hozirmi? Sababsiz o'tirdim. Nemishti? Meni nimaga chaqirgandingiz? Do'stim, bu men Hikmat. Meni tondingmi? Canım do'stim, seni pek sevgindim. Pek sevgindim seni. Canım do'stim. Sen bu işlerini özü yoşurup dep menden rencivatsan şundakmı? Yok. Rencime dostum. Seni köp qetim öz işlerim için çaptırıp pek avarı kılıp ettim. Sana rahmet adaş. Ben senindek dostum boğalıqıdın bəğirli mən. Kıyametlik ağinlerle sende kılalaydı adaş. Ata-anamның ahvali, sınlığının ahvali qandaqraq. Bana sözlep bəgin. Sen, canım adaş, sen bunda kıyasınıp, sen, dostum, sen, canım dostum, ben senden ömürlük ayrılış aldı durmadım ben. Bu yaykini tonuşuqmagan adımımı fakat sen birla. Benim yana bir neçə günlüğümde kaldı. Şuna ata-anamgımı, laləgimi tonuşuq bəyəmedim. Lekin bu toyunun tegiga hiç yetemedim. Bana zaten kim hıyanet kıldı adaş? Menni gep sorma. Menni gep sorma. Ne buldun suret ha? Ne buldun suret ha? Menni gep sorma deymen. Menni gep sorma. Menni gep sorma. Dostum. Sende kumanmış kalbim yok. Çünkü sen vicdan ilgisi. Sen bundan numusuzluğun herkes kımaysan. Menni gep sorma. Menni gep sorma. Menni gep sorma. Ne bo'ldi ola? Hech nima bo'lmadi. Sizni ko'pchilik bir naqsha etib beramdiki deb saqlayotdi. Mana hozir. Yuring. Surat, yura. Sizlar kirib turinglar. Men orqalardan kirman. Xudo! Ah, Xudo! Ey! 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 Qaraganda Lola vijdonsizlik qilmagan. Surat menga deyamay vijdon azobida etib dedi. Qadrdan do'stim. Ko'pchilikka rahmat. Men burun bir do'stimga sana beg'ishlab bir naqsh ijod qilaman. U naqshini sening to'yingda aytib beraman degan edim. Men shu naqshamni sizlarga aytib beray. Naqshingni bakma anglag'im keldi. Haras Hikmat, menga beg'ishlab naqsh ijod qilaman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman Lola. Men cho'qim bir kuni sana beg'ishlab naqsh ijod qilaman. Bu naqshini ikkimizning to'yida aytib beraman. Ulug' Alloh shu kunlarni tezroq yetkazgay ilohim.
var əslidim sen Hicran bilen qiynadım meni Gücüm var əslidim sen Hicran bilen qiynadım meni İpqına bir ipqına gülüm Bana bergen verdiler İpqına bir ipqına gülüm Bana bergen verdiler Abed men senin degendim Men seni menen degendim Abed men senin degendim Men seni menen degendim Vesmeni Rabbiğer güllerde Bilsem gar hayat yürgendim Vesmeni Rabbiğer güllerde Bilsem gar hayat yürgendim Bu yelkemge bürünmek tutar Bugün nigar ayrılıp senden Bu yelkemge bürünmek tutar Gelmekte ecel Hem gidermem kalar bu alem Ben tileymem onu Allah diyem Ben gülükке aman bullalem Ben tileymem onu Allah diyem Ben gülükke aman bullalem Men tileymem ulum Allah diyem Mengülükke aman bullalem Men gidermem kalan bu alem Mengülükke aman bullalem Men gidermem kalan bu alem Mengülükke aman bullalem Hikmet! Siz Hikmet şundaqmı? Yo'q, yo'q. Toyqı naqşı maň beğişlangan naqşığı, ha? Gep qılığa. Yo'q, siz meni xato tanib qoldingiz. O Hikmetken. Hikmet! Hikmet, to'xtab turing Hikmet! Hikmet! Siz yolg'on aytyapsiz. Hikmet siz şu. Toyqı naqşı maň beğişlangan naqşı şundaqmı Hikmet? Men Ahmet. Meni aldatyapsiz, siz Ahmet emas. Siz rost Hikmet. Yolg'on dawatsız siz Hikmet. Nima deb yolg'on aytasiz Ahmetjon? Ko'zlaringizga talmirib, qo'llaringizni tutib turgan mush qizni 3-4 yildan buyon yod etib kelgan Hikmet siz emasmi? Siz kechik
gündüz Lalani baxtli qilishni o'ylagan Hikmat siz emasmi? Siz rostli Hikmatmi? Shu Hikmat. Bu senmi? Lola. Ben seni de nemi günlerini kömüdüm. Ben seni kancılık küttüm bilemsen. Sen bekli şahsiyet gelsen Hikmet. Bana nemişki birer parçamı kat yazıp koymayısın. Nemişki kat yazmayısın Hikmet. Gep kala. Yazgan. Ben surat arqılı sana xat yazgan. Bana birer parçamı tegimidi. Sen beni aldın. Ben yazgan. Sen beni aldın. Ben yazgan. Bana geçir ola. Gepire güçlenmeyim. Beni geçir ola. Ben adam emez. Ben adam emez. Ben hayvan. Ben hayvan. Beni urgun. Beni urgun canım adaş. Beni urgun. Beni urgun canım adaş. Ben adam emez. Ben hayvan. Beni urgun. Ben öyle adaş. Ben öyle. Seni urgan bile faydası yok. Seni emdi. Öz vicdanın sonra kısın. Beni urgun adaş. Beni urgun. Ben Lalani çeksiz yaxşı görsem mi? Bak hem de onu bəxtli qılamayım. Meslek bəxtleyim. Ben öyle adaş. Ben öyle. Ben urgun canım adaş. Ben urgun. Ben urgun adaş. Ben urgun. Ah Xuda. Berdashlik beremeyim. Mening qalbim Allah birli sana nasip Hikmat. Sen meni qiynama. Endi unda qiynama. Berdashlik beremeyim. Endi ölüp qalaman. Bana ölümün gibini qıma Lale. Bu rezil ölümden bilelik etsin. Ben ötüş aldı durgan bir şah. O sana endi yoruluk veremeydi Lale. Hikmat! Ahmetcan! Hikmat! Ahmetcan! Hikmat! Xuda! Görvatamsan! Benim tatqılığımı görvatamsan! Bana bir qatım, bana fakat bir qatım külgüdek ko'rsatmasan! Ben Lalani, yani teki özümni bağırga atamlığa veremeyotgan ota-onamni xo'shal qilsam! Ey ulu Xuda! Bu bana nemi tatqılıqdi? Oldu kılım. Sarı Xuda! Xuda! Sabah! Oldu kılım. Ahmetcan'da. Bu bana nemi kıyagın? Oldu kılım. Sarı kılım. Sizin meydanda nurgun kişiler saklap kaldı. Hazır şeydi bana. Lale, gözün aç adaş. Lale, Gülsüm eve, Lale ışık geldi. Hikmet, ay, Hikmet! Neredesin Hikmet? Hikmet! Hikmet! Oy kızım, nimdeydi siz Hikmet, şu ketkenci kemmidi. Akım kepti mi? Akşam nakşetkan eyliği bala Hikmet şuken. Yürügüm tonup tüken oğlum ne? Canım akıl sen nerede? Hikmet!
Oğlum Hikmet ketdi mi? Hikmet! Hikmet canım oğlum! Hikmet! Hikmet! Ey to'xtama! O nerede o? Nerede? Maydonda ket tez bo'linglar. Tez. Chaqqa borayli. Hikmet! Hikmet oğlum! Hikmet! Hikmet canım oğlum! Geldin mi sen? Hikmet! Tez bo'linglar. Bari ben geldim oğlum! Canım aka. Tez bo'linglar, tez. Tez. Hadisi chaqqa bosla. Bana. Oğlum kaptı. Benim Hikmet'im kaptı. Benim oğlum kaptı annesi. Oğlum kaptı. Hikmet. Hikmet. Hikmet oğlum. Hikmet. Aka. Hikmet. Canım oğlum. Canım oğlum. Hikmet. Oğlum bari ben geldim. Bari ben geldim. Hey. Oğlum Hikmet. Doktor çağırma. Doktor, Ahmetcan qandaqroq? Doktor, balının ahvoli qandaqroq? Amal bo'lmadi. Faqat amal qilamidik. Kirib didorlashib olinglar. Voy, nima gap bu endi? Doktor, nima gap bu? Voy, isi. Hikmet, Ahmetcan. Hikmet. Canım aka. Benim yaxshi akam. Bu dunyolikdagi bir tala akam. Canım aka. Oğlum Hikmet. Nim bo'lding o'g'lim? Bizni shuncha uzun tashlab etamsan. Yo'q, endi tashlab etsam bo'lmaydi jinim o'g'lim. Yuragimning parisi qo'zam. Bizni tashlab ketma qo'zam. Hikmet. Hikmet Sensiz qanday oğlum. yashayman qo'zam. Hikmet oğlum. Meni tatqilasan. Keçirgin balam. Hemmeni qilgan men. Men senin oldingda aybkor. Meni keçiriver canım balam. Ben senin o'rningda mush kasallik qurbonib ketay. Ey uloq Allah, gunohimni yuvish qilib fursatmasan bo'lmamdi. Canım balam. Sensiz qanday yashayman? Jinim o'g'lim. Nima tatqilik bu? Canım balam, beni kechir. Oldimda ben ayıplıyım. Qanday qilay o'g'lim? Kechir, canım balam. Yuragimning parisi qo'zam. Dostum qandaqroq? Meni qo'rqitma, jinim dostum. Qandaqroq? Mana men qo'zam. Ben sana qarayammidim. Ranjimagan. Mendin. Azobga. Sendan razı qo'zam. Aslida ajoyib she'rim orzularim bor edi. Biroq ajal uloqga yetdi. Jinim bolam. Bu olamda xizmatlarni qilaman bilan u olamda xizmatlarni qilaman. Sen yaxshi odam bo'lganingda xush bo'ldim. Sana ming rahmat dada. Hikmet. Jinim dada, opamning holidan, bu dunyodagi bir balsimlimning holidan obdaroq xabar olib qo'yasan. Sana dadammi mendan rozi bo'lib ketsin. Undaq deyma. Gel Lola. Meni biroq kelgin. Ben seni bir gün yadımda çıkardım yok. Menmişim Hikmet. Ben seni bırakçı edim. Bırak ki olmadı. Ben sana baktayım. Lekin sen üçün sekbar boğan. Seni bütün ömürde söyledim. Benimdek baxtsiz yigitni unutma. Seni unutmayın. Ma'qul mu, Lola?
Hikmet. Mana bu lenta. Mening sen uchun aytgan naqshlarim, yurak so'zlarim, arzu armonlarim bor. Obdan saqlig'im. Maqul, yerimda qilaman Hikmat. Hikmat. Canım balam. Hikmet. Senin bu kısqığına hayatın ölmez hem ölmez hayat. Sen aramızdan baldırlı ketken bolsan mı? Senin emgekin, faziletin, ruhin bizle mengü yaşaydı. O bizden kalbimizde. Ben senin kısqığına hayatındaki adamın kalbini ezgüdek sergüzeştlerini yezip bütün elgi tonutumen. Sen olanmagan işlerini kılışka tirişimen. Hatırcam yat oğlum. Yat gayrın cennetli bolsun. Hatırcam yat oğlum. Hikmet akı. Yatkan yeriniz cennet olsun. Oğlum. Oğlum. Elvida oğlum. Elvida. Elvida.
Sen